Bismillahirrahmanirrahim. Sure Hicr. Nahayeti şefqatli ve mehribon Allah'ның ismi bilan boshlayman. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabi ve Kur'anin mubin. Alif Lam Ra. Bu kitobning, ro'shan Qur'onning oyatlaridir. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. Kafirlar qiyomatning dahshatini ko'rganda, dunyodagi cheg'imizda musulmon bo'lgan bo'lsaqchu deb armon qiladi. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. Ey Muhammad, ularni, ya'ni kuffarlarni mayliga qo'yivat. Yeb ichib, o'ynab kulib yursin. Ular behuda orzular bilan bo'laversin. Ular uzoqqa qolmay o'z qilmishlarining yomonligini biladi. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. Biz qandoq bir shaharni halok qilmayli, faqat uning halok bo'ladigan muayyan vaqti bo'ladi. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. Har qandoq ummatning halok bo'ladigan vaqti ilgari surilmaydi ham kechiktirilmaydi. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. Ular aytdi: Ey Qur'on nozil qilingan odam, sen haqiqatan majnunsan. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. Agar sen men Rasulullah degan so'zingda rostchillardan bo'lsang, payg'ambarligingga guvohlik beradigan farishtalarni oldimizga elib kelsangchu. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. Farishtalarni faqat haq asosida, ya'ni azob nozil qilishimiz muqarrar bo'lgan chog'dala nozil qilamiz. Bu chog'da ularga muhlat berilmaydi. Ya'ni ularning azobi kechiktirilmaydi. Inna nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu lahafizun. Qur'onni haqiqatan biz nozil qildik va cho'qim uni qo'g'daymiz. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ. Shubhisizki, seningdan ilgari burunqi har qaysi toifalarga nurg'un payg'ambarlarni avatdik. وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Ular o'zlariga payg'ambar kelsila, uni masxira qilishdi. كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ. Shundoq masxira qilishni biz gunohkorlarning dillariga solamiz. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. Ular Qur'onga ishonmaydi. Bu burundan odat bo'lib qolgan. Ya'ni burundan tortib payg'ambarlarni inkor qilgan qavmlarni Allohning halok qilishi odat bo'lib kelayotgan ish. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. Biz ularga osmondan bir eshik ochib bergan. Ular uningdan osmonga o'rlab olamiy arvohni, farishtalarni ko'rgan taqdirdimi? لقالوا إن
إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. Ular çoqum gözlerimiz bağlanıp kaldı. Belki sehirlengen kavim bulup kalsak gerek deyişidi. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. Biz osmonda burujlarni yaratdik ve gözetküçüler üçün osmonni yulduzlar bilan bezidik. وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ. Her bir qoğlandı şeytandan osmonni qoğdidik. إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ. Lekin osmon xabarlariga o'g'irliqcha quloq solmoqchi bo'lgan shaytonni ro'shan oqar yulduz qo'g'lab yetidi, ya'ni halok qiladi. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ. Yer yüzünü yeyip keng qildik. Uningga tog'larni o'rnatdik. Yer yüzida har xil takshi o'lchamlik o'simliklarni o'stirdik. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ. Yer yüzida sizlar uchun va sizlar rizqini berolmaydiganlar, ya'ni xodimlar va hayvonlar uchun turmush lozimatliklarini yaratdik. Ularning yemak ichmaklarini sizlar emas, biz yaratamiz. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. Qandaq narsa bo'lmasin, uning xazinasi, ya'ni xazinaning ochquchi bizning dargohimizdadir. Biz uni faqat ma'lum miqdorda tushiramiz. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ. Biz yağmurni haydaydigan shamollarni avatdik. Biz bulutdan yağmur yağdırıp sizlarni sug'ardik. Sizlar hargiz uni saqlashga qodir emassizlar. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ. Biz hammani tirildiramiz, hammani o'ldiramiz va hammaga varislik qilamiz. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. Biz sizlardan ilgari o'tganlarni haqiqatan bilamiz va keyin keladiganlarni haqiqatan bilamiz. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. Parvardigoring haqiqatan hisob elish va jazolash uchun ularni yig'idi. Alloh haqiqatan hikmat bilan ish qilg'uchidir, hammani bilguchidir. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. Şek şübhisiz ki biz inson, ya'ni Odam alayhissalomni qora loydan yosilib shaklga kirgizilgan, cheksiz jiringlaydigan quruq loydan yaratdik. خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. Jinlar, ya'ni shaytonlar va ularning boshlig'i iblisni ilgari tutunsiz o't yolqinidan yaratgan edik. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. Parvardigoring o'z vaqtida
farishtalarga aytdi: "Men haqiqatan qora loydan yosilib shaklga kirgizilgan, cheksiz jiringlaydigan quruq loydan inson, ya'ni Odam alayhissalomni yoritaman. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. Men uni to'liq yaratgan, ya'ni uni yoritib suratga kirgizib, a'zolari to'liq va mukammal inson holatiga keltirgan va uningga jon kirgizgan cheg'imda sizlar uningga sajda qilinglar. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. Farishtalarning birimi ayrilib qolmay hammasi Odam alayhissalomga sajda qildi. إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. Faqat iblisla sajda qilishdan bosh tortdi. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. Allah: "Ey iblis, sen nimishqa sajda qilmaysan?" dedi. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. İblis qora loydan yasab shaklga kirgizib, cheksiz jiringlaydigan quruq loydan yaratilgan inson mening sajda qilishimga loyiq emas dedi. قال فاخرج منها فإنك رجيم. Allah aytdi: "Sen jannatdan yo'qol. Haqiqatan qo'g'landi bo'lding. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين." Sana qiyomat kunigacha haqiqatan la'nat bo'lsin. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. İblis: "Parvardigorim, menga xaloyiqlar tirildiriladigan kun, ya'ni qiyomat kunigacha muhlat bergin. Ya'ni meni hayot qoldirgin" dedi. قال فإنك من المنظرين Allah: "Sana haqiqatan ma'lum vaqtgacha إلى يوم الوقت المعلوم. muhlat beriladi" dedi. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. İblis aytdi: "Parvardigorim, sen meni gumroh qilganliging uchun yer yuzida odam bolalariga gunohlarni albatta chiroyli ko'rsataman. Ularning hammasini albatta ozdiraman. إلا عبادك منهم المخلصين. Ulardan faqat tanlangan bandalaringlar buningdan mustasno, ya'ni ularni ozdirolmayman. قال هذا صراط علي مستقيم. Allah aytdi: "Bu men saqlashga tegishlik to'g'ri yo'ldir. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين." Mening bandalarimga, ya'ni ularni ozdirishga sening kuching yetmaydi. Faqat gumrohlardan sana ergashganlarga sening kuching yetadi. وإن جهنم لموعدهم أجمعين. Shubhisizki do'zax ular, ya'ni iblis va uning tavalarining hammasiga va'da qilingan joydir. لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. Jahannamning 7 darvozasi bo'lib, ularning har biridan kiradigan muayyan bir bo'lik odam bor. إن المتقين في جنات وعيون. Taqvodorlar haqiqatan oxiratda yop-yeshil bog' bo'stonlardan, suv, hasal va may eqib turadigan buloqlardan bahramand bo'ladi.
ادخلوها بسلام آمنين. Ularga jannatga omon esan tinch kiringlar deyiladi. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. Ularning dillaridagi dushmanlikni chiqarib tashlaymiz. Ular o'zaro qarindosh bo'lgan holda taxtlar ustida bir-biriga qarashib o'ltirdi. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. Jannatda ularga charchash bo'lmaydi. Ular jannatdan chiqarib etilmaydi. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. Ey Muhammad, mening mo'min bandalarimga xabar qilginki, men to'limu mag'firat qilguvchiman. Nihoyatda rahim qilguvchiman. وأن عذابي هو العذاب الأليم. Mening azobim qattiqdir. ونبئهم عن ضيف إبراهيم. Ularga İbrahimning mehmonlari haqidagi hikoyani aytib bergin. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. O'z vaqtida farishtalar İbrahimning yeniga kirib salom berdi. İbrahim, biz haqiqatan sizlardan qo'rqyapmiz dedi. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. Ular, qo'rqmagin. Biz Parvardigoringning elchilarimiz. Haqiqatan sana o'sib cho'ng bo'lganida nihoyatda bilimlik bo'ladigan bir o'g'il, ya'ni Ishoq bilan xushxabar beramiz dedi. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. İbrahim, men qiyrigan tursam, manga bola bilan xushxabar berdinglarmi? Manga nima bilan xushxabar beryapsizlar dedi. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. Ular, biz sana rost xushxabar berdik. Noumid bo'lmagin dedi. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. İbrahim, Parvardigorining rahmatidan gumrohlardan boshqa kimmi noumid bo'lar dedi. قال فما خطبكم أيها المرسلون. İbrahim, ey elchilar, nima ish bilan keldinglar dedi. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. Ular aytdi, biz haqiqatan gunohkor bir qavmni jazolash uchun avatildik. إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. Faqat Lutning tavalarila buningdan mustasna. Biz ular, ya'ni Lutning tavalari va uning oilasidagilarning hammasini azobdan cho'qim qutuldiramiz. إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. Faqat Lutning xotinila buningdan mustasna. Biz uning cho'qim boshqalar bilan billa azoblanadiganligini oldin bekitdik. فلما جاء آل لوط المرسلون Elchilar Lutning oilasiga kelgan chog'da قال إنكم قوم منكرون. Lut, sizlar haqiqatan notunish odamlargu dedi. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. Ular aytdi, undaq emas. Biz Allohning elchilarimiz.
Biz sening oldinga ular, ya'ni sening qavming shaklanayotgan azobni elib keldik. وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. Biz sana haqiqatni elib keldik. Biz albatta so'zimizda rostchilmiz. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ. Kechining oxirida oilangdagilarni elib yo'lga chiqqin. O'zing ularning orqasida mang'in. Sizlardan hech bir odam orqasiga qaramasin. Sizlar buyurilgan yerga yetguncha olg'a qarab mengayveringlar. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ. Saharda bular, ya'ni Lutning qavmining yildizi qurituladi. Ya'ni talto'kis halok qilinadi degan hukmni Lutqa vahiy qildik. وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ. Sadum shahrining aholisi, ya'ni Lutning qavmi xushal bo'lishib yetib kelishdi. قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونَ. Lut aytdi: Bular mening mehminim. Ularga cheqilib qo'yib, ularning oldida meni rasvo qilmanglar. Vattaqullaha va la tukhzun. Allohdan qo'rqinglar. Mehminimni xorlash orqali meni xorlamanglar. Qalu awalam nanhaka 'anil 'alamin. Ular biz seni kelgan musofirlarni himoya qilishdan to'smagan edik, dedi. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. Lut, bular mening qizlarim, ya'ni qavmimning qizlaridir. Agar qazoi shahvat qilmoqchi bo'lsanglar, ularni nikohlab ilinglar, dedi. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. Ey Muhammad, sening hayoting bilan qasamki, ular albatta gumrohliklarida tengriqab yurishidi. فأخذتهم الصيحة مشرقين. Kun chiqar vaqtida ularga qattiq cho'qon yuzlandi. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. Biz u shaharni ostin-ustin qilib etdik. Ya'ni ko'mtirib etdik va ularning ustiga yomg'irdak sopol tosh yog'dirdik. Inna fi zalika laayatin lilmutawassimin. Uningda, ya'ni ularga nozil bo'lgan azobda ko'zatkuchilar uchun haqiqatan nurg'un ibratlar bor. Va innaha labisabilin muqim. U shahar Qurayshlar Shamga boradigan yo'l ustida haqiqatan helim mavjud turmoqda. Inna fi zalika laayatan lilmu'minin. Buningda mo'minlar uchun haqiqatan ibrat bor. Va in kana ashabul aykati lazalimin. Aykaliklar shubhisizki zolim edi. Ya'ni kufrida haddidan oshqonlar edi. فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. Shu ayibning payg'ambarligini inkor qilganliklari uchun ularni halok qildik. Ular, ya'ni bu ikki shaharning har ikkilisi shubhisizki oshkora yo'l ustidadir. Ey Makka aholisi, ulardan ibrat olmamsizlar? وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ. Hijriliklar haqiqatan payg'ambarlarni inkor qildi.
ya'ni ularning Solih alayhissalomni inkor qilganligi boshqa payg'ambarlarni inkor qilganligidir. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. Ularga mo'jizalarimizni keltirdik. Ya'ni toshdan kishi to'gi chiqarishdek qudratimizga dalolat qiladigan mo'jizalarni ularga ko'rsatdik. Ular bu mo'jizalardan yuz o'rdi. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. Ular azobdan amin bo'lgan holda tog'larni teshib, bu bizni Allohning azobidan saqlaydi deb o'y salatdi. فأخذتهم الصيحة مصبحين. Lekin qattiq cho'qon sahardala ularni halok qildi. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. Ularning qilgan emgaklari o'zlariga asqatmadi. Ya'ni ularning salgan binolari ularni Allohning azobidan saqlab qololmadi. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. Biz osmonlarni, zeminni va ulardagi narsalarni faqat haq asosida yaratdik. Qiyomatning bo'lishi cho'qimdir. Ey Muhammad, nodonlar bilan tang bo'lmag'in. Ularga chiroyli muomalada bo'lg'in. Inna robbaka huval xallaqul alim. Parvardigoring haqiqatan hammani yaratquchidir. Bandalarning ahvolini bilib turguchidir. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Namazda takrorlanib turadigan 7 oyatni, ya'ni Sura Fatihani va ulug' Qur'onni haqiqatan sana ata qildik. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. Ba'zi kafirlarning biz bahraman qilgan narsalarga ko'z solmag'in. Ularning iymon etmaganligidan qayg'urmag'in. Mo'minlarga kamtar bo'lgin. وقل إني أنا النذير المبين. Man haqiqatan sizlarni Allohning azobining nozil bo'lishidan oshkora ogohlantirguchiman degan. كما أنزلنا على المقتسمين. Parchivatkuchilarga, ya'ni Yahudilar va Nasaralarga Tavrat bilan Injilni nozil qilgandek, sana Sura Fatiha bilan ulug' Qur'onni nozil qildik. الذين جعلوا القرآن عضين. Ular, ya'ni Yahudilar va Nasaralar Qur'onni parcha-parcha qilibdi. Ya'ni Qur'onning ba'zisiga ishinib, ba'zisini inkor qildi. فوربك لنسألنهم أجمعين. Parvardigoringning nomi bilan qasamki, ular, ya'ni xaloyiqning hammasining عما كانوا يعملون. bu dunyoda qilgan ishlarini cho'qim so'raymiz. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. Sana buyurilganni, ya'ni Parvardigoringning amrini oshkora o'tirg'i qo'ygin. Mushriklarning mazxirilariga parvo qilmag'in. إنا كفيناك المستهزئين. Seni mazxiri qilg'uvchilarga biz cho'qim tetimiz. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. Ular boshqa ma'budlarni Allohga sherik qiladi. Ular
uzoqqa qolmay ishning oqibatini biladi. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ Biz ularning so'zlaridan yuragingning siqilib atqanligini obdan bilamiz. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ Parvardigoringga hamdu va tasbih aytqin, ham sajda qilguvchilardan bo'lg'in. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ Sen o'zingga o'lim kelganga, ya'ni ajiling yetganga qadar Parvardigoringga ibodat qil.